Har bir ogiz taom bu tanangizga yoki sog'liqni mustahkamlovchi yoki kasallikni qo'zg'atuvchi quvvat. Bugun dunyoda har 6 kishidan biri, ayniqsa 50 yoshdan oshganlar, hayotida hech bo'lmaganda bir marta saraton bilan yuzlashadi. Bu son oylantiruvchi, to'g'rimi? Ammo eng muhim savol, qanday mahsulotlar organizmni bu xavfli darddan himoya qiladi, dorilar va muolajalarsiz sog'lom qolish imkonini beradi? Javob sizning kundalik taomingizda yashiringan. Saraton hujayralari shakar bilan oziqlanadi. Ayniqsa glyukoza ularning asosiy yoqilg'isi. Shu sabab qariyalar uchun hatto yaxshi niyat bilan yegan pechenye yoki shokolad ham kasallikni kuchaytirishi mumkin. Eng to'g'ri qaror oq non, shirinlik va qayta ishlangan uglevodlarni kamaytirish. Chunki bu oddiy o'zgarish tanangizdagi muvozanatni tiklab, saraton hujayralarining ko'payishini sekinlashtiradi. Ba'zi arzon, ammo qudratli mahsulotlar 50 yoshdan oshgan insonlar uchun immunitetni mustahkamlaydi, organizmning o'zini tiklash jarayonini faollashtiradi. Lekin ularni qanday iste'mol qilishni bilmasangiz, bu kuchdan foyda yo'q. Shu sabab bugungi videoda biz sizga ilmiy asoslangan 10 ta tabiiy himoya vositasini tanishtiramiz. Ularning ayrimlari oshxonangizda allaqachon mavjud, ammo ularni to'g'ri ishlatish asosiy kalit. Ayniqsa oxirgisiga alohida e'tibor bering. U saratonga qarshi kurashda keksalar uchun yashirin qurol. Bu sirni bilish hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Lekin boshlashdan oldin izohlarda yozing, siz qayerdansiz va necha yoshdasiz? 50 yoshdan oshgan tomoshabinlarimiz nechta ekanini ko'raylik. Videodan chalgimang, chunki oldinda sizni juda oddiy, ammo hayotiy ahamiyatga ega maslahatlar kutmoqda. Keling, birinchi shifobaxsh mahsulot bilan tanishamiz, kurkuma. Bu sariq rangli ziravor qadimiy tabobatda qadrlangan, bugun esa zamonaviy tibbiyot ham uning foydasini tasdiqlamoqda. Kurkumaning eng asosiy moddasini kurkumin deyiladi. U kuchli antioksidant bo'lib, tanadagi zararli hujayralarning o'sishini to'xtatadi. Eng ajablanarli jihati, kurkumin o'sma hujayralarning qon tomirlari orqali oziqlanishiga yo'l qo'ymaydi. Ularning o'sishini to'xtatib, tarqalishini chegaralaydi. Go'yo tanangizda mustahkam himoya devori paydo bo'lgandek. Biroq kurkumaning foydasi faqat kurkumin bilan cheklanmaydi. U tabiiy antioksidantlarga juda boy bo'lib, 50 yoshdan oshgan insonlarning hujayralarini erkin radikallarning zararli ta'siridan himoya qiladi. Bu radikallar dinga zarar yetkazib, saraton xavfini kuchaytiradi. Kurkumaning yana bir afzalligi, uni har kuni taomga qo'shish oson. 1-3 choy qoshiq kurkuma kariga, shorvaga, choyga yoki hatto guruchli taomlarga aralashtirilsa, tanaga kuch bag'ishlaydi. Lekin bitta muhim sir bor, kurkuma o'zi bilan sorilmaydi. Uni qora murch bilan birga iste'mol qilinsa, foydasi 2000 baravar ortadi. Faqat bir chimdim qora murch kifoya, natijada kurkumaning shifobaxsh quvvati to'liq ochiladi. Shuning uchun, aziz keksalar, har kuni ozgina kurkuma va qora murch qo'shib ovqat tayyorlang. Bu nafaqat saraton xavfini kamaytiradi, balki hujayralaringizni yosh va sog'lom saqlaydi. Oddiy, ammo hayotiy o'zgarish katta natija beradi. Izohlarda yozing, siz kurkumaning foydasini qanday bilasiz va uni qaysi taomda ishlatasiz? Endi esa keyingi shifobaxsh ingrediyentga o'tamiz. Kinoa 50 yoshdan oshganlar uchun haqiqiy quvvat manbai. Bu qadimiy don bugungi kunda superfood sifatida tanilgan bo'lib, u boshqa o'simliklardan farqli tarzda tanaga zarur bo'lgan 9 ta muhim aminokislotani o'zida jamlaydi. Shu tufayli kinoa keksalar uchun to'liq oqsil manbai hisoblanadi. U hujayralarni yangilaydi, immunitetni tiklaydi va to'qimalarni mustahkamlaydi. Bularning bari saraton xavfini kamaytiruvchi asosiy omillardir. Aminokislotalar sog'lom hujayralarning faoliyatini qo'llab-quvvatlab, zarar ko'rgan hujayralarning nazoratsiz ko'payishini to'xtatadi. Kinoaning o'ziga xos kuchi, undagi kvertsetin va kaimferol moddalari. Bu tabiiy antioksidantlar yalliglanishni pasaytiradi, erkin radikallarni zararsizlantiradi va laboratoriya sharoitida saraton hujayralarining o'sishini sekinlashtirishi aniqlangan. Kinoa tanani hujayra darajasida himoya qiladi, kasallik rivojlanishiga olib keluvchi omillarga qarshi devor bo'lib turadi. Kinoaning yana bir foydali jihati, uning glikemik indeksi past. Bu qon shakarini barqaror tutadi, insulinning keskin ko'tarilishini oldini oladi va shu orqali yalliglanish bilan bog'liq saraton turlariga qarshi himoya yaratadi. Odatdagi oq un yoki shirinliklardan farqli ravishda, kinoa tanaga uzoq muddatli energiya beradi va yalliglanish alomatlarini kamaytiradi.
Ammo foydasini to'liq olish uchun uni to'g'ri tayyorlash zarur. Pishirishdan avval donni yaxshilab yuvib, ustidagi tabiiy achchiq qatlamni olib tashlang. U hazmga to'sqinlik qiladi. 50 yoshdan oshganlar uchun eng to'g'ri miqdor, yarim yoki 1 stakan pishirilgan kinoa. Uni sabzavotli salatlarga, sho'rvalarga yoki go'sht taomlariga garnir sifatida qo'shish mumkin. Kinoani muntazam iste'mol qilish bu oddiy ovqatlanish emas, balki hujayralarni himoya qilish, tiklanish jarayonlarini faollashtirish va saratonga qarshi tabiiy barqarorlikni yaratish yo'lidir. Izohlarda yozing, siz kinoani qanday taomda ishlatasiz? Endi esa keyingi foydali mahsulotga o'tamiz. Sarimsoq eng oddiy, ammo eng kuchli himoya. Har bir oshxonada topiladigan bu o'simlik aslida 50 yoshdan oshganlar uchun saratonga qarshi tabiiy qalqon. Uning asosiy faol moddasini allitin deyiladi. U sarimsoq ezilganda yoki maydalanganda hosil bo'ladi. Allitin kuchli antioksidant bo'lib, saraton hujayralarining o'sishini sekinlashtiradi, yalliglanishni kamaytiradi va organizmni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Yalliglanish esa saraton rivojlanishining asosiy sabablaridan biri sanaladi. Bundan tashqari, sarimsoq C vitamini, B6 vitamini va marganets kabi muhim moddalarni o'z ichiga oladi. Ular immunitetni mustahkamlaydi, tanadagi g'ayritabiiy hujayralarni aniqlab, yo'q qilishda yordam beradi va tashqi muhitdagi zararli ta'sirlarga qarshi himoya yaratadi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, har kuni atigi 1-2 bo'lak yangi sarimsoq iste'mol qilish oshqozon, ichak va qizilongach saratoni xavfini keskin kamaytiradi. Ammo bir sirni unutmang, sarimsoqni ezganingizdan so'ng darhol emas, 10-15 daqiqa kuting. Shu vaqt ichida allitin to'liq shakllanadi va uning foydasi bir necha baravar ortadi. Sarimsoqni istalgan taomda ishlatish mumkin. Salat soslariga, sabzavotli taomlarga, sho'rva yoki ragu ichiga qo'shish mumkin. Agar achchiq ta'mini yoqtirmasangiz, uni ozgina zaytun moyi yoki asal bilan aralashtirib yeyish mumkin. Har kuni ozgina sarimsoq iste'mol qilish keksalar uchun uzoq muddatli himoya kafolati. Bu nafaqat oddiy oziq-ovqat, balki saraton xavfini kamaytiruvchi, immunitetni mustahkamlovchi tabiiy davo vositasidir. Izohlarda yozing, siz sarimsoqni qaysi taomlarda ishlatasiz? Keling, keyingi mahsulotga o'tamiz. Suli 50 yoshdan oshganlar uchun sog'lom umr siri. Ko'pchilik uchun suli faqat oddiy nonushta taomi bo'lib ko'rinadi, ammo aslida uning foydasi bir piyola ertalabki vodkadan ancha kengroq. Bu don 50 yoshdan oshgan insonlar uchun haqiqiy sog'liq manbai bo'lib, beta-glyukan deb ataladigan eruvchan tolalarga nihoyatda boy. Aynan shu moddalar ichak faoliyatini yaxshilab, organizmning tabiiy himoya tizimini mustahkamlaydi. Beta-glyukanlar ichaklarni toksinlar va chiqindilardan tozalab, yo'g'on ichak saratoni kabi kasalliklar xavfini kamaytiradi. Suli muntazam iste'mol qilinsa, hazm tizimini barqarorlashtiradi, foydali bakteriyalar muvozanatini saqlaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Yana bir afzalligi, suli qon shakarini nazorat ostida ushlab turadi. U glyukoza sorilishini sekinlashtiradi, insulin darajasining keskin o'zgarishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa juda muhim, chunki yuqori insulin darajasi va yalliglanish, ko'krak, jigar va oshqozon osti bezi saratonning yashirin sabablari bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, 50 yoshdan oshgan insonlar uchun kuniga 30 gramm suli yetarli. Ayniqsa ertalab organizm ozuqa moddalarini eng yaxshi singdiradigan paytda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu nafaqat energiyani barqaror saqlaydi, balki hazmni faollashtiradi. Suli nihoyatda ko'p qirrali, uni smuzi va yogurtga qo'shish, foydali batonlar tayyorlash yoki issiq bo'tqa shaklida iste'mol qilish mumkin. Agar siz uning saratonga qarshi kuchini oshirmoqchi bo'lsangiz, uni antioksidantlarga boy mevalar, urug'lar yoki maydalangan zira bilan birga tanovul qiling. Bu qo'shimchalar ta'mni yanada boyitadi, ozuqaviy qiymatni oshiradi, ammo kaloriyani ko'paytirmaydi. Suli keksalar uchun shunchaki nonushta emas, balki saraton xavfini kamaytiruvchi, uzoq umrni qo'llab-quvvatlovchi oddiy va ishonchli strategiyadir. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing. Bu kanalni rivojlantirishga yordam beradi. Izohlarda yozing, siz sulini qanday taomlarda ishlatasiz? Keling, keyingi mahsulotga o'tamiz. Amarant keksalar uchun unutilgan, ammo kuchli superdon. Bu mayda, ammo ozuqaviy jihatdan boy urug'lar 50 yoshdan oshgan insonlar uchun tanani mustahkamlaydigan va saratonga qarshi tabiiy vosita hisoblanadi. Amarant tarkibida polifenollar deb ataluvchi antioksidantlar mavjud. Ular hujayralarni doimiy stressdan va dink zararlanishdan himoya qiladi.
Bunday himoya mexanizmi saraton hujayralarining shakllanishini to'xtatadi. Amarantdagi skvalen moddasiga alohida e'tibor bering. Ilmiy tadqiqotlar uning ko'krak va teri saratoni rivojlanishini sekinlashtirishi, hatto osma hujayralarning ko'payishini to'xtatishini isbotlagan. Shu tufayli amarant keksalar uchun saratonga qarshi ratsionning muhim qismi bo'lishi mumkin. Bu donalar osimlik oqsiliga boy bo'lib, mushak massasini saqlash, immunitetni mustahkamlash va hujayralarni tiklashda yordam beradi. Shuningdek, temir, magniy va kalsiy kabi muhim minerallar tananing umumiy quvvatini oshiradi. Amarantdagi yuqori tolali tarkib ichak faoliyatini yaxshilaydi, toksinlarni chiqaradi va yogon ichak saratoni xavfini kamaytiradi. Mutaxassislar 50 yoshdan oshganlar uchun kuniga 40 gram, ya'ni yarim stakan qovurilgan amarant iste'mol qilishni maslahat beradi. Uni yogurtga aralashtirish, salatlarga sepish yoki shorva va ragularga qo'shish mumkin. Hatto ayrimlar uni yengil qovurib, xushbo'y, popkorn shaklida ham iste'mol qilishadi. Muhim eslatma, amarant tolalarga boy bo'lgani uchun, uni iste'mol qilganingizda kun davomida yetarli miqdorda suv iching, bu hazmni osonlashtiradi. Qovurilgan amarant yanada mazaliroq bo'ladi va tanaga yaxshiroq soriladi. Uni muntazam ravishda iste'mol qilish, saratondan himoya va uzoq umr uchun oddiy, ammo kuchli qadamingiz bo'ladi. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing. Izohlarda yozing, amarantni siz qaysi taomlarda ishlatasiz? Keling, navbatdagi foydali mahsulotga o'tamiz. Qizil mevalar keksalar uchun saratonga qarshi tabiiy qalqon. Klubnika, malina, ko'k meva va gilos. Bu mevalar faqatgina yoqimli desert emas, balki 50 yoshdan oshgan insonlar uchun tanani himoya qiluvchi qudratli vosita. Ular C vitamini va antosianin kabi moddalar bilan boy bo'lib, immun tizimini mustahkamlaydi, yalliglanishni kamaytiradi va saraton hujayralarining o'sishiga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa ellagik kislota deb ataluvchi komponent alohida e'tiborga loyiq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u saraton hujayralarining ko'payishini sekinlashtiradi va ko'krak, prostata, yogon ichak hamda qizilongach saratoni kabi xavfli turlarni rivojlanishdan to'xtatadi. Shu sabab bu qizil mevalar keksalar uchun tabiiy va lazzatli himoya manbai. Bu mevalar tolalarga juda boy. Tola hazm tizimini tozalaydi, ichak faoliyatini yaxshilaydi va toksinlarning yigilib qolishini oldini oladi. Natijada qabziyatdan saqlaydi va yogon ichak saratonining ehtimolini kamaytiradi. Qizil mevalarda mavjud polifenollar yalliglanishni tinchlantiradi, tananing tiklanish jarayonini faollashtiradi va organizmni saratonning turli shakllaridan himoya qiladi. Mutaxassislarning tavsiyasi oddiy, kuniga bir porsiya, taxminan 1 stakan yangi yoki kesilgan meva yetarli. Lekin meva sharbatlari o'rniga butun mevalarni tanlang, chunki sharbatda tola yoq, shakar esa ortiqcha bo'ladi. Butun mevalar esa tabiiy shaklda barcha foydali moddalarni saqlab qoladi. Qizil mevalarni mustaqil gazak sifatida yeyish, yogurt yoki suli bilan aralashtirish, smuzilarga qo'shish yoki salat va shirinliklarga bezak sifatida ishlatish mumkin. Keksalar uchun bu nafaqat sog'lom, balki mazali saraton profilaktikasining eng yoqimli usulidir. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing, bu kanalga kuch bag'ishlaydi. Izohlarda yozing, siz qizil mevalarni qaysi taomlarda ishlatasiz? Endi esa keyingi mahsulotga o'tamiz. Piyoz har kuni iste'mol qilinadigan, ammo kutilmaganda kuchli himoya. Oddiy ko'ringan bu sabzavot 50 yoshdan oshgan insonlar uchun saratonga qarshi tabiiy doridir. Piyoz tarkibida kuchli antioksidant, kversetin mavjud bo'lib, u hujayralarni zarardan himoya qiladi, tanadagi yalliglanishni kamaytiradi va saratonning rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillarni yo'qotadi. Tadqiqotlarga ko'ra, piyoz oshqozon, yogon ichak va prostata saratonining o'sishini sekinlashtiradi. U osma hujayralarining ko'payishiga to'sqinlik qilib, tanadagi tabiiy tiklanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, piyozning foydasi xom holatda eng yuqori bo'ladi, chunki pishirish jarayonida kversetin parchalanadi. Foydasini maksimal oshirish uchun piyozni salatlarga qo'shing, sendvichlar orasiga joylang yoki issiq taomlarga xizmat qilishdan oldin mayda to'g'rab garnish sifatida ishlating. Bu usul nafaqat ta'mni boyitadi, balki saratonga qarshi himoyani kuchaytiradi. Piyoz nafaqat saraton xavfini kamaytiradi, balki yurak salomatligini ham qo'llab-quvvatlaydi. U yomon xolesterin, LDL va triglitseridlar darajasini tushiradi. Bu esa qon tomirlar faoliyatini yaxshilaydi. Shuning uchun 50 yoshdan oshganlar uchun haftasiga bir necha marta xom piyoz iste'mol qilish tavsiya etiladi.
Oddiy, ammo kuchli bu sabzavot, sog'lom yurak, mustahkam immunitet va saratonsiz hayot uchun ishonchli qo'shimchadir. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing, bu kanalga katta yordam beradi. Izohlarda yozing, piyozni siz ko'proq qaysi taomlarda ishlatasiz? Keling, keyingi foydali mahsulot bilan tanishamiz. Yasmiq, kichik ammo keksalar uchun qudratli himoya manbai. Bu mayda dukkakli osimlik 50 yoshdan oshgan insonlar uchun nafaqat to'yimli, balki saratonga qarshi tabiiy yordamchi hisoblanadi. Yasmiqning eng katta afzalligi uning yuqori tolali tarkibi. Undagi eruvchan va erimaydigan tolalar ichak faoliyatini me'yorda ushlab, organizmni toksinlardan tozalaydi. Shu jarayon yogon ichak saratoni xavfini kamaytirishda beqiyos ahamiyatga ega. Yasmiq muntazam iste'mol qilinsa, hazm tizimini tozalovchi sifatida ishlaydi, foydali bakteriyalar muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi va zararli birikmalar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu uni keksalikda sog'lom ichak muvozanatini saqlash uchun eng oddiy va foydali mahsulotlardan biriga aylantiradi. Bundan tashqari, yasmiq yomon xolesterin, LDL miqdorini kamaytiradi. Bu esa yurak va qon tomirlar sog'ligini yaxshilaydi. Shu sabab u kardiologlar tomonidan ham yuqori baholanadi. Yasmiqning glisemik indeksi past bo'lgani uchun u energiyani asta-sekin chiqaradi va qon shakarini barqaror ushlab turadi. Bu esa ikki tur diabeti yoki insulin muvozanatini saqlashda juda muhim. Sog'lomlikni mustahkamlash uchun dietologlar kuniga 1 stakan pishirilgan yasmiq iste'mol qilishni tavsiya etadi. Uni shorva, karri, ragu, salat yoki donli taomlarga qo'shish mumkin. Arzon, oson pishadigan va ozuqaviy boyligi yuqori bo'lgan yasmiq keksalar uchun kundalik ratsionda bo'lishi zarur taom. Agar siz hali yasmiqni muntazam iste'mol qilmayotgan bo'lsangiz, endi boshlash vaqti keldi. Bu oddiy, ammo saratonga qarshi tabiiy himoyani ta'minlaydigan, foydali va to'yimli dukkakli. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing, bu kanalni qo'llab-quvvatlaydi. Izohlarda yozing, yasmiqni siz qaysi taomlarda ishlatasiz? Endi esa keyingi foydali osimlik bilan tanishamiz. Lima loviyasi, silliq, yumshoq, ammo qudratli foyda manbai. Tashqaridan oddiy ko'ringan bu loviya aslida 50 yoshdan oshgan insonlar uchun uzoq umr va saratonsiz hayot yo'lida bebaho yordamchidir. Tolalarga boy tarkibi tufayli u ichak faoliyatini yaxshilaydi, organizmdan chiqindilarni chiqaradi va yogon ichak saratonining rivojlanish xavfini pasaytiradi. Lima loviyasi osimlik oqsilining ajoyib manbai bo'lib, tanadagi energiya muvozanatini saqlaydi. U qon shakarini barqaror ushlab, insulin darajasining keskin o'zgarishiga yo'l qo'ymaydi. Bu ayniqsa ikki tur diabet va metabolik buzilishlarni boshqarishda juda muhim, chunki ular ko'pincha saraton xavfini oshiradi. Lima loviyasi shuningdek, yallig'lanishni kamaytiruvchi xususiyatga ega. Bu esa saraton, yurak xastaligi va immunitet bilan bog'liq muammolarni oldini olishda foydalidir. Uning tarkibidagi temir esa alohida e'tiborga loyiq. 100 gram pishirilgan loviyada taxminan 5-2 ming temir mavjud. Bu keksalar uchun qon aylanishi, mushaklar faoliyati va kundalik energiyani ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Agar o'zingizni charchagan his qilsangiz, lima loviyasi bunga qarshi eng tabiiy yechim bo'lishi mumkin. Mutaxassislar kuniga 1 stakan pishirilgan lima loviyasini tavsiya etadi. Temirning yaxshi so'rilishi uchun uni C vitaminiga boy mahsulotlar, masalan, kivi, apelsin yoki qizil bulg'or qalampiri bilan birga iste'mol qiling. Ovqat hazm qilishni yengillashtirish uchun loviyani pishirishdan oldin kechasi suvda namlab qo'yish kerak. Bu usul gaz hosil bo'lishini kamaytiradi va ozuqa moddalarining so'rilishini yaxshilaydi. Lima loviyasini pyure, shorva, sabzavotli ragu yoki salatlarda ishlatish mumkin. Har qanday shaklda ham u tanangiz uchun katta foyda beradi. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing, bu kanal rivojiga yordam beradi. Izohlarda yozing, lima loviyasini siz qaysi taomlarda ishlatasiz? Keling, keyingi foydali ingredient bilan tanishishni davom ettiramiz. Limon, keksalar uchun tetiklik va sog'liq manbai. Nordongina ta'mi bilan tanilgan limon aslida 50 yoshdan oshgan insonlar uchun immunitetni mustahkamlovchi va yoshga bog'liq kasalliklarga qarshi tabiiy super oziq-ovqatdir. Har bir limon taxminan 50-70 ming C vitamini beradi. Bu esa kunlik ehtiyojning qariyb 60% ni tashkil etadi. C vitamini kuchli antioksidant bo'lib, tanadagi hujayralarni erkin radikallarning zarardan himoya qiladi, kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va immun tizimni faol holatda ushlab turadi. Aynan erkin radikallar hujayralarni shikastlab, saraton rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
Ammo limonning foydasi faqat shu bilan cheklanmaydi. U limonin va diosmin kabi tabiiy birikmalarga boy bo'lib, ular yalliglanishni kamaytiradi, tanani tozalaydi va toksinlarni chiqarishda yordam beradi. Bu moddalarning eng qimmatli jihati, ular tanada ishqoriy muhit yaratadi, ya'ni saraton hujayralarining o'sishi uchun noqulay sharoit hosil qiladi. Garchi limonning ozi nordon bo'lsa-da, hazm jarayonidan so'ng u tananing umumiy muvozanatini tiklaydi va metabolik sog'liqni yaxshilaydi. Limonning eng foydali iste'mol usuli: ertalab bir stakan iliq suvga yangi limon sharbati qo'shib ichish. Bu oddiy odat tanani uyg'otadi, ovqat hazmini faollashtiradi, jigar faoliyatini yaxshilaydi va kun davomida ozuqa moddalarining sorilishiga yordam beradi. Uzoq muddatda esa bu odat yalliglanishni kamaytirib, ichak faoliyatini yaxshilaydi va saraton xavfini kamaytiradi. Limonni turli taomlarga qo'shish ham sog'lom odat. Salatga, bukda pishirilgan sabzavotga yoki panjarada tayyorlangan baliqqa bir necha tomchi limon siqsangiz, taom nafaqat yanada mazali, balki foydaliroq bo'ladi. Limon qobigini ham e'tibordan chetda qoldirmang. U foydali yoglar va antioksidantlarga boy. Uni choyga, pishiriqlarga yoki hatto smuzilarga qo'shish mumkin. Agar limon hali kundalik ratsioningizda muntazam o'rin olmagan bo'lsa, uni bugunoq qo'shishni boshlang. Bu kichik o'zgarish sizning energiya darajangizni oshiradi, immun tizimingizni kuchaytiradi va sog'lig'ingizni uzoq yillar davomida mustahkamlaydi. Taniqli tadqiqotchi Dr. Frank Suarez ta'kidlaganidek, tabiiy va toza oziq-ovqatlar saraton kabi og'ir kasalliklarning oldini olishda eng kuchli vositalardan biridir. Uning tavsiyalari millionlab odamlarga sog'lom hayot sari yo'l ko'rsatmoqda. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Birgalikda bu muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazamiz va sog'lom hayot yo'lida bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Quyida izohlarda yoshingiz va qayerdan tomosha qilayotganingizni yozing. Bizning sog'lom jamoamiz bilan aloqada bo'lishdan mamnunmiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog'lom qoling.